Menga qara ukajon, bu mahsulotlarni teng taqsimlab, 3 ta domga ham yetarli qilib. Kazol, men buni qanday ko'tarildi desam, amana. Qo'lni materiallarni движение qilyapti-ku. Men senga hozir ko'rsataman. Xo'sh, hurmatli akalar, biz ushbu xonalarni har bitta mijozning ko'ngliga qarab idealni qilib taxlashimiz kerak. Siz Kazolcha, ikkinchi zapal. Men seni oyoqdagi suv emas, sharsharab qo'yaman. Krisa? tushunman, nima deganing? Kompaniyaga jonim fido, Apolni o'g'il qilyapsan-ku bu yerda. Menga qara, Sashka, men o'z shahar qurilish kompaniyasiga jonim fido. Ana shu Anor Rezidence loyihasi bitish uchun kerak bo'lsa, Qarovul Doniyorning o'rniga kechasi bilan qarovullik qilyapman. Hozirgi kunda 80% ishlari bitgan. Xalqimizga shu yilning 2-choragida patkulch uylarni topshirish uchun harakatdaman. Agar shu kompaniyadan nimadir o'g'irlagan bo'lsam, kuchuk bo'lay. Aktyor sanda. Bo'lmasa mana bu video nima? Buni qara. Mana. Shu ishchilarga topshiriq berganman. Mana bu video sun'iy intellekt orqali shunaqa chapa qilib yuboraman, boshliqqa jo'natib yuboraman. O'sha yilni 5 yilgacha ketding. Nima xizmat, Sashkajon? Sashkajon emas. Aleksandr Petrovich. Shuni aytsa kerak-da, eshak semirsa egasini tepadi deb. Sashka Furik planto zadi, Sashka ishonib afsus qiladi. Sashka pul topadi, topmasa xotini o'ldiradi. Sashka doimo pastavada, Furik plan bilan aloqada. Sashka doimo pastavada, Sashka Furik.